Davom etamiz. Jizzax shahrining Sharof Rashidov Shoh ko'chasida Nexia 3 rusumli transport vositasi davlat raqamini yechib, yo'lning qarama-qarshi yo'nalishida yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlangani ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqaldi va turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qoidabuzar haydovchi topildi va unga chora ko'rildi. Haydovchi bu qilig'i bilan ijtimoiy tarmoqlarda o'zini yulduz qilmoqchi bo'lgandir balki. Afsus, Nexia 3 avtomashina haydovchisining qilg'iliqni qilib yashirinishi ko'pga cho'zilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan ko'p vaqt o'tmay Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xizmat xodimlari hamda Jizzax shahar Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan ushbu avtomashina topildi va haydovchi shaxsiga hamda davlat raqam belgisiga aniqlik kiritildi. Nima uchun bu harakatni sodir etgansiz? Maqsad nima bo'lgan? Bu sun'iy obro' orttirishmi yoki bo'lmasam mana shu qilgan xatti-harakatingiz bilan boshqa harakat ishtirokchilarini yo'l harakati qoidasini buzishga da'vat etishmi? Qiziqishga yoshlik qilib qo'ydi. Bu narsani hech kim tavsiya bermaymiz. Baribir topishar ekan, qayerda bo'lsangiz ham. Ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdik. Buni chiqib ketishini bilmadik. Uzr so'rab qolamiz. Qaytib nash qilmaymiz. Ayni kunda avtomashina jarima maydoniga qo'yildi va haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Nexia 3 rusumli transport vositasi haydovchisining bu kabi qo'pol qoidabuzarliklar sodir etishi unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5-moddasi hamda 125-moddaning 5-qismiga asoslangan holda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishiga hamda transport vositasi vaqtincha saqlashlik uchun jarima maydonchasiga joylashtirilishiga sabab bo'ldi. Shu o'rinda barcha haydovchilardan yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Tushunib yetganingizdek, qonun barcha uchun barobardir. Shunday ekan, uni buzishga yoki chetlab o'tishga harakat qilmang. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.